tushkunlikdan odamni o'zi chiqishi juda ham qiyin. Dangasalik degani bu siz o'sha ishni qilishni xohlamayotgan bo'lsangiz, men dangasalik qilyapman deysiz. Nimadir yegisi kelsa, dangasalik qilmasdan shahar u burchagiga borib, o'sha pirojniyni deysizmi, somsani deysizmi yeb kelishga erinmaydi. Ko'pchilik ziqna odamlar yashaydi. Xuddiki sizga rahmat etsam, sizni maqtab qo'ysam, men o'zimni bir narsam kamayib qoladigandek his qilishadi. Uyquga to'yib uxlash uchun odamlar xato qiladida, kech uyg'onadi. Uyda konflikt, qaynona doim norozi, eri doim norozi, uyda janjal chiqmasin deydi, ayol hamma hissiyotlar ichiga bosib yuradi. Bir kun o'sha kuchi qolmaydi. Imkoniyatingiz bo'lsa shahar tashqarisiga, chunki bitta narsa bor, miyamiz qanchalik uzoqni ko'ra olsa, shunchalik kelajakka reja qilishi, maqsadlarga erishishga imkoniyati ko'p bo'ladi. Ko'pchilikdan direktimga savollar keladi. Ayollar o'zini hayotidagi vaziyatlarni, og'riqlari bilan bo'lishadi va unda mendan javob kutishadi. Bilasiz, kichkina SMSda bunga javob berib bo'lmaydi. Shuning uchun aynan sizni savollaringizga, gumon shubhalaringizga javob bo'la oladigan tahlil rukunini tashkil qildik. Bu sahifamizda siz o'zingizni savollaringizni, o'sha qiynab kelayotgan muammolaringizni, shubhalaringizni, gumonlaringizni aniqlashtirib olish uchun imkoniyat bo'ladi. Balki sizni savolingizga javobni boshqa kuzatuvchilar eshitib, o'zini muammosiga yechim topishi ham mumkin. Komil opa, ko'pchilik dangasalikdan qutula olmaydi. Ayni muvaffaqiyatsizligini sababini ham dangasalikda deb bilishadi. Va bu dangasalikdan qutulish uchun juda ko'p harakat qildim, lekin uddasidan chiqa olmadim deyishadi. Qarang, dangasalik degan narsa psixologiyada yo'q. Chunki dangasalik degani bu siz o'sha ishni qilishni xohlamayotgan bo'lsangiz, men dangasalik qilyapman deysiz. Buni o'zingiz bitta tahlil qilib ko'rishingiz mumkin. Biror narsani xohlaganingizda sizni hech narsa to'xtata olmaydi. Masalan, odamlar nimadir yegisi kelsa, dangasalik qilmasdan shahar u burchagiga borib, o'sha pirojniyni deysizmi, somsani deysizmi yeb kelishga erinmaydi. Yoki bo'lmasam toqqa chiqqisi kelgan odamga, tabiatni yaxshi ko'rgan odamga yo'l uni uzoq nima deydi, olib qola olmaydi. U dangasalik qilmaydi, shunchaki o'sha ishni qilishni xohlagan va xohlamagan odam bo'ladi. Endi agarda bu dangasalikni uy yumushlariga qilsak, demak, balki siz o'sha uy tozalashdan manfaatingiz yo'q deb o'ylagandan yoki bo'lmasam bu ishni qilishni xohlamayman deysiz, lekin xohlamaganlikni tan olmasdan dangasalik qilyapman deb uylarni tozalamayapman, oddiy ovqat qilyapman, uydagilarga shirin ovqat qilib berishga o'zimda hafsalam yo'q deb bahona qilinadi. Hafsala emas, xohish yo'q. Chunki balki siz xayolingizda berayotganingizdan kamroq olayotgandirsiz. Chunki ayol kishi masalan o'sha shirin ovqatni pishirib, keyin uydagilaridan e'tirofi eshitsa, voy rosa shirin chiqibdi, maza qildim, siz hamma charchog'ingiz chiqib ketib, ertaga yana ham bir narsa qilgisi kelib turadi-da odamni. Demak, uydagilardan e'tirof yo'q, tan olinish yo'q, hech kim sizni mehnatingizni ko'rmayapti, uydagilar sizni qilgan ovqatingizni tozaligini sezmaydi, shunchaki oddiy holatga olib kirib qo'ygani uchun siz o'sha ish qilish xohlamaganingizda dangasalik deb o'ylaysiz. Bundan qutulish uchun uydagilardan iltimos qilish kerak. Bu ham bilasizmi, bizda o'rgatilmagan e'tirof qilish. Bizda ko'pchilik ziqna odamlar yashaydi. Xuddiki sizga rahmat etsam, sizni maqtab qo'ysam, men o'zimni bir narsam kamayib qoladigandek his qilishadi. Qaytangi hayotda berganimiz sari, bo'lishganimiz sari ko'payadi. O'sha oila a'zolaridan iltimos qilish kerak. Juftingizdan, turmush o'rtog'ingizdan, farzandlaringizdan ovqatim shirin chiqqan bo'lsa, rahmat deb qo'yinglar, yoqinglar, yoqqanini etinglar. Men shunda sizlarga yana ham ko'proq yegim keladi deb aytish kerak. Agarda odam o'zini ishda dangasalik qilyapman degan bo'lsa, demak, bu yerda nimadadir muvozanat buzilgan. Masalan, ishda siz yaxshi ko'rmagan ishingizni qilayotgan bo'lishingiz mumkin. U sizdan maza qilmaysiz ishdan, o'zingizni majburan ertalab turg'izib, bankka borib, hisob-kitoblarda, sonlarning ichida, kompyuterda siz ijod qilgisi keladigan, tabiatga chiqqisi keladigan, odamlar bilan muloqotni yaxshi ko'radigan odamsiz, kabinetda o'tirib qolgandek his qilasizmi? Ana o'sha ishni dangasalik bilan qiladi. Chunki siz undan zavq olmaysiz. Yoki bo'lmasa yana bitta tomoni bor. Agarda bu sohada qilayotgan mehnatingizga yarasha uni evaziga haq kam bo'lsa, ya'ni pul. Xohlaymizmi yo'qmi? Biz moddiy dunyoda yashaymiz va moddiyat bizlarga energiya beradi. Sizga yaxshi daromad kelib tursa, yaxshi pul kelib tursa, energiya ham ko'p chiqadi.
o'shanga yarasha. Ya'ni dangasalik degani bu aslida sohada, kasbda bo'lsa, umuman hayotda qachonki siz qaysidir sohada kam narsa olib, ko'p berib qo'yayotgan bo'lsangiz, muvozanatni buzilishi. Uydami, sohadami, munosabatdami, boshqa narsadami ko'proq sarflab, kam energiya olayotganingiz to'g'risida. Shunda haqqini o'ylamasa, dangasalikdan qutulib qoladimi? Masalan, kam haq olyapman deb o'ylamasa. Yo'q, unda siz miyani boshqarishga harakat qilsa. Yo'q, unda siz dangasalikdan qutulish emas, qanaqa ish qilsam ko'proq haq olaman deb o'ylash. Dangasalikdan baribir qutulib bo'lmaydi, chunki yo'q narsa-ku. Nima qilsam, men ko'proq daromad olaman. Ana o'shanda qiziqib qiladi ishni. Ishoning, siz hozir dangasaman, ishga borgim kelmayapti degan odamga hozir turib $1000 ishlaysan, 5 kecha mana shu ishni bitirib bergin desa, g'oya ham keladi, dangasalik ham ketadi, energiya ham paydo bo'ladi, o'sha ishni yaxshi ham ko'rib qoladi. Shuning uchun qanaqa daromadimni oshirishim mumkin degan narsa. Yoki, xo'p, daromad yaxshi, ya'ni daromad sizni qoniqtiradi, lekin ishdan zavq olmayotgan bo'lsangiz, bu kasb, bu soha siznikimi? Shuni o'ylab ko'ring. O'sha tomoni ham bo'lishi mumkin. Balki siz ijodkorsiz deb bankda hisoblarning orasida o'tiribsiz yoki siz hisob-kitobga zo'rsiz, siz ijod qilib yotibsiz. Qayerdadir o'zingiz sohasini tanlash kerak odam demak. Kitob o'qishdachi dangasalik? Bu hammamizda bor. Bu narsani miya hech ham yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun bolalarimizga ham kitob o'qitirish qiyin, bizga ham qiyin. Ayniqsa oxirgi zamonda tezlashib ketganlar, Instagram, Reelslar, qisqa videolar bizani rosa dangasa qildi. Ya'ni miya shunaqa organki, bilasizmi, u hamma o'ylaydiki, mana uyingizda texnika bo'lsa, xolodilnikingiz yoki soch quritadigan feningizni qancha kam ayab ishlatsangiz uzoqqa chidaydi-ku, miya shuni teskarisi. Qancha kam uni ishlatsangiz, shuncha tez ishdan chiqadi. Reelslar, videolar, qisqa YouTube'dagi videolar, qisqa reelslar bizani miyamizni dangasa qildi, ehtiyotladi. U qiynalib kitob o'qimadi, u qiynalib bir narsani tahlil qilgani yo'q, shuning uchun ishdan chiqishni boshladi. Bu yerda miyani dangasaligi haqiqatdan bor. Demak, buni majburiyat bilan, intizom bilan, disiplina bilan qilamiz. Yaqinda o'zim ham shuni bir talqin qilib ko'rdim. Taxminan bir 4-daqiqadan keyingina miya ko'narkan kitob o'qishga. Ungacha baribir sizni olib qochadi. Bitta telefonga qarang, bitta mamga qarab kelingchi, yana nimadirchi deb o'zini o'zi chalg'itib qo'yadi. Bu yerda faqatgina intizom bilan o'zingizni boshqarish, iroda kerak bo'ladi. Miyani ishlash funksiyalarini tanish, ya'ni o'zingizni yaqindan tanish sizga o'zingizni boshqarishga yordam beradi. Masalan, men o'sha shogirdlik darslarimda boshida обязательно shu miyani tuzilishi qanaqa, chunki kimgadir tavsiya berayotganda u qanaqa sistemada ishlashi, nimaga bunaqa reaksiya bildirishlarini bilsangiz, siz o'zingizni boshqara olasiz. Aytaman, miya ikki tomonlama, ham o'zini o'zi boshqaradi, ham sizni boshqaradi. Ham tashqi, ham ichki omillari bor-da. Bir xil odamlar juda ham energichniy bo'ladi-ku, mana. U energichniyda men unaqa emasman, menda o'xshamaydi deyishadi-ku, bir xillar. O'sha kimlargadir haqiqatan kun-tun tinmasdan ishlaydi-yu, lekin charchamaydi. Shularga o'zlarini solishtiribdi. Lekin men unaqa emasman-da, men dangasaman-da deydi-ku. Ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Bu haqiqatdan bor narsa, chunki har bitta inson organizmida tug'imi potensial energiyasi bo'ladi. Ya'ni bu genetikaga bog'liq. Sizni ota-onangiz qanaqa bo'lganligi, homila paytingizda onangiz qanaqa o'tkazgani, masalan, homila vaqtida ona ko'p kasal bo'lgan bo'lsa, ko'p kasalxonada yotishga, tug'ilish xavfi bo'lgan bo'lsa, bu bolada energiya pastroq bo'lib tug'iladi. O'zi mana ayollar ham biladi, qaysidir homilasida chaqqon bo'lib yurib, tez-tez harakatlangan bo'lsa, shu bola ham chaqqon bo'ladi. Potensial o'sha paytda belgilangan bo'ladi. Lekin shunaqasi ham bo'lishi mumkin, masalan, sizni naslingizda hamma sog'lom, yaxshi, homila yaxshi o'tgan, energiyangiz yaxshi bo'lgan, lekin hayotingizning qaysidir etapida kelib, siz energiya yo'qotib qo'ygandek his qildingiz. Bu depressiya tushkunlik haqida bo'ladi. Ya'ni hayotda siz xuddi yomon emotsiyalarni olaverib, qopingiz og'irlashib ketdi, uni bo'shatish usulini bilmadingiz, ana endi depressiyaga tushib, energiyam yetishmayapti deb qo'yish mumkin. Energiyani yana aytamiz, inson bir nechta unsurdan iborat. Bizda tana bor va aqlimiz bor. Tanaga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish, hayotda tartibi, intizomi, o'zingizni kun tartibingizni to'g'ri taqsimlash. Masalan,
man bugun ham o'zim shuni yana o'zimda tahlil qildim. Man neyrobiolog ustozimda o'qiganimda Proxorovada aytardilarda, uyquga to'yib uxlash uchun odamlar xato qiladida, kech uyg'onadi. Masalan, ertaga to'yib bir uxlab olay deydida, har kuni 7 da uyg'onardi, to'yib uxlash uchun 11 gacha uxlaydi. Go'yoki 3 soat uyqu qo'shildi, lekin o'sha kuni yana ham og'ir, yana ham laj, kuchi yo'qdek his qiladi. Bu haqiqatdan shunaqa ekan, uyquga to'yinish uchun kechroq uyg'onish emas, vohliroq uxlash kerak ekan. Masalan, siz har kuni 1 da 12 da uxlardingiz, ertaga to'yib uxlamoqchiman deganingizda 10 da uxlang va xuddi oldingidek o'zingizni rejimingizda 6 da 7 da turing, zo'r energiyaga to'yib turasiz. Vohliroq uxlash kerak. Mana bular ham baribir ta'sir qiladi. Miyamizni perizagruska bo'lishiga, tanamizni kislovodga to'yinishiga. Uyqu ham bir fazalari bor. O'zini melatonin ishlab chiqadigan, chuqur uyquga kiradigan, mana shu fazalarini to'liq yaxshi tiniqib dam olgan odam tabiiyki energiyaga ko'proq to'yingan bo'ladi va unda dangasalik bo'lmaydi. Dangasalik bo'yicha hech sizga konsultatsiyaga kelishgan? Dangasalik deyishmaydida, tushkunlik deb kelishadi. Chunki endi dangasa, bolam dangasa deb olib kelishadi. Shunaqalar bo'ladi. Bolam dangasa bo'lib qolgan, kitob o'qimaydi, qizim uydagi ishlarni qilmaydi, u qiziqmaydi, u nimadandir hayotdan xafa. Buni har tomonlama ko'rib chiqamiz-da. Sababi nima? Balki haqiqatdan prosta yaxshi vitaminlar, to'g'ri ovqatlanish, sport qo'shish bilan chiqib ketdilar. Balki hissiyotlarda uyda qanaqadir stressli vaziyatlar bo'lgan, og'riqli bo'lgan, o'shalarni bosimi qolib ketgan. Balki inson depressiyaga tushib qolgan, atrofdagilarga dangasa deb tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Bu tahlillar ko'rinadi. Demak, odam hech narsa qilgisi kelmay qolgan holatni tushkunlik deb baholash ham mumkin, to'g'rimi? Dangasalik. Da. Hech narsa qilgisi kelmaganda tushkunlikni ham mana depressiyani etaplari bor-da. Apatiya degan holat bor. O'sha sizga hech narsa yoqmaydi, hayotda zavqingiz yo'q. Masalan, shunaqalar juda ham ko'p keladi menga. Oldingidek hayotdan mazza qila olmayapman. Boraman-da kafega, ovqatlanaman, mazza qila olmayman. Yangi kiyim olaman, mazza qila olmayman. Yangi telefon olsam ham o'sha mazzani bermayapti. Bu sabab yengillikda emas, eski qolib ketgan hissiyotlarda bo'ldi. Miyani bir qismi o'tmishdagi og'riqlarda qolib ketgan va hozirda shu yerda mazza qilib yashashni bilmaydi. Bu depressiya, apatiya. Keyin yana bitta narsa bor, emotsionalniy выгорание degan bor. Bu ham borgan sari ko'payayotgan kasallik deymizmi, bizning tilda endi diagnoz deymiz-ku. Emotsionalniy выгорание bu shunaqaki, siz haddan ortiq ko'p emotsiyalar sarflaysiz va qaysidir etapda sizda kuch qolmagan bo'ladi. Masalan, qarang. Emotsionalniy выгораниeni odam doim ichkariga hamma og'riqlarni bostirib yurgan. Uyda konflikt, qaynona doim norozi, eri doim norozi, uyda janjal chiqmasin deydi, ayol hamma hissiyotlar ichiga bosib yuradi. Bir kun o'sha kuchi qolmaydi. O'shaning uchun o'zini holsiz, og'riqlar chiqarilmagan, to'g'ri tahlil qilinmagan, emotsiyalar ichkariga bostirilgan. O'shaning uchun faqat yig'laydi, faqat tushkun holatda o'tiradi. Yoki bo'lmasa qaytanga teskarisi. Siz sohangiz kasb bo'yicha masalan blogerlar keladi oldimga. Ularda ham emotsionalniy выгорание juda ko'p. Chunki doim videoga, ekranga kulib turgan, xushchaqchaq, energiya beruvchi, hayotda o'tdan o'tga shoshgandek ko'rsatish kerak, lekin ichkari уже bo'shab qoladi. Haddan ortiq sarflab qo'yish emotsiyalarni. Meni o'zimda ham bo'ladi emotsionalniy выгорание, chunki har xil mijozlarni, hayotdagi og'riqlarni eshitib turib berganingizdan keyin oxiri to'lib qolasiz. Уже kuch qolmaydi eshitadigan. Ana o'sha paytda emotsionalniy выгораниеdan 3 kunlik parhez yaxshi yordam beradi. Bundan tez chiqsa bo'ladi. 3 kun parhez qanaqa? Instagramda o'tirmaysiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmaysiz, ko'proq tabiatda to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri uxlab va kitob o'qib, ya'ni energiya beruvchi omillar bor-da. Hamma o'zini ijtimoiy holati, daromadiga qarab energiyaga to'ladigan manbalarni tanlashi kerak. Kimdir balki imkoniyati faqat shu shahar atrofida qayerdadir sayrga, parkka borib, faqat o'sha paytda tez shovqin joy emasda, tinchgina bo'ladigan, tabiat bilan fontan tomosha qilasizmi, daraxtlarni tomosha qilasizmi, shunchaki oqib turgan ariqmi, shunaqa bo'lishi kerak. Imkoniyatingiz bo'lsa shahar tashqarisiga, chunki bitta narsa bor, miyamiz qanchalik uzoqni ko'ra olsa, shunchalik kelajakka reja qilishi, maqsadlarga erishishga imkoniyati ko'p bo'ladi. Bu yana
bizani o'sha tana miya darajasidagi qobiliyatimiz, fiziologiya, biologiya darajasida. Shuning uchun tog'larga chiqib uzoqlarni tomosha qilish, quyosh botgani, quyosh chiqayotgani, tog'ni uzoqdagi, chunki shaharda biz uzoqni tomosha qila olmaymiz-ku. Uylar, binolar ko'zimizni to'sadi. Ana o'sha ham energiyaga to'ldiradi va imkoningiz bo'lsa dengizga va yangi joylarga. Ikkinchisi o'sha ko'pincha yurmagan ko'chalaringiz, bormagan joylaringiz, bormagan saylgohlaringiz, qanaqadir yangi narsalar ham miyani energiyaga to'ldiradi va hattoki shunaqa kichkina arzimas narsa hech qachon yeb ko'rmagan meva yoki sabzavotingizni yeb ko'rishing. Bor, hozir bilasizmi, imkoniyat rosa ko'p, do'konlarga kirsangiz har xil mevalar, balki qaysidir siz hech qachon tatib ham ko'rmagansiz. Ana o'shani olib yeb ko'rganda yangi mazaga miya energiya chiqarib beradi. Miyani ishlashi bu. Yoqmasa-chi? Bo'ldi, yoqish yoqmasligi muhim emas. Miya yangilikni tatib ko'rishi. U kengayadi. Chunki siz energiyangiz pasayganda miya torayib qoldi. Quvvatingiz toraydi. Sizga yoqmasa ham o'sha kafega borib ko'rishingiz, yoqmasa ham o'sha parkka borib ko'rganingiz kengayishingiz haqingizda. Masalan, sayohatga borgan har bitta insonni men juda ham masalan zavq bilan kuzataman. Ular hamma borgan mamlakatini yoqtirmaydi, lekin nimasidir yaxshi, qaysidir yoqdi deydi, qaysidir umuman yoqmadi deydi. Maqsad kengayish. Ana o'shani maqsad qilib olish kerak. Shundagina siz o'zingizni yana qayta quvvatga to'ldirish, energiyaga to'ldirish imkoniyatini o'zingizdagina kashf qilsangiz, keyin shu instrumentdan foydalanasiz bo'lgani. Dangasalikdan mana shu videoyingiz orqali chiqib ketish, umuman dangasalik yo'q dedingiz. Shu videoni o'zi bitta konsultatsiya hisobida shu orqali odam o'zini o'zi to'g'rilab oladi deb aytishimiz mumkinmi? Menimcha aytsa bo'ladi, chunki dangasaligim yo'q ekan degan xulosani o'zi ham sizga bitta yechim bo'lishi mumkin. Va qaysi bir holat sizdaligini bilib olsangiz, biz har doim shunaqa kasalni davolash uchun sababini aniqlaymiz. Masalan, boshim og'riyapti deganda nima sababdan boshingiz og'riyotganini aniqlash. Haligi aytgandek, daromad kammi, xohlamagan ishingizdamisiz, emotsional выгоранияmi sizda nimaligini aniqlab, ana o'shani bartaraf qilish, o'rnini to'ldirishni o'rgatsangiz, sizga konsultatsiya o'rnini bemalol to'ldirib bera oladigan efir bo'ladi. Agar tushkunlik holatida bo'lsa-chi, tushkunlik holatidan o'zi chiqib keta oladimi? Yo'q, tushkunlikdan lekin o'zi chiqish qiyin insonni. Yo oiladagi muhit yaxshi bo'lishi kerak, yordam beradigan jufti, turmush o'rtog'i, opa-singillar, farzandlari bo'lishi kerak yoki psixologik yordam kerak bunaqa odamga. Tushkunlikdan odamning o'zi chiqishi juda ham qiyin. Bugun sizlar bilan dangasalik haqida gaplashdik va balki keyingi savollarimizga, keyingi tahlilimizga aynan sizni savolingiz sabab bo'ladi. Izohlarda savollaringizni yozib qoldiringlar. Birortasini tanlab siz bilan birga tahlil qilamiz.